Dunyodagi top 5 soat brendlaridan bittasini topsangiz, qo'limdagi Lidrwatch brendidan ajoyib sovg'amiz bor. Al-Fajr. Al-Fajr 5 talikka kirmaydi. Ariot. Ariot 5 talikka kirmaydi. Quartz emasmi? Quartz. Yo'q, Quartz ham kirmaydi. Paket Philip. Paket Philip. Paket emas, Patek Philippe. Omega. Omega ham kirmaydi. Hublot. Hublot ham kirmaydi. Rolex. Rolex 3-o'rinda turadi. Sovg'amiz sizga. Casio. Casio 5 talikka kirmaydi. Hublot. Yani Hublot ham kirmaydi. Instagramda chiqqan Jacobs. Jacobco. Jacobco 2-o'rinda turadi. Sovg'amiz sizga. Rahmat. Titsot. Tissot ham kirmaydi. Omega. Omega 5 talikka kirmaydi. Yo'q. Richardman. Bu 4-o'rinda turadi, eng qimmat soatlar bo'yicha. Sovg'a sizga. Cartier. Cartier 5-o'rinda turadi. Sovg'a sizga. 1-o'rinda turadi. Aka nima deb aytdilar? Kommentariy yozib qoldiramiz.